Assalomu alaykum. O'rgating, och qolib ketmaysizmi? Nima yedingiz, nima ichdingiz deb so'rabsiz. Men 40 kun suv o'zi bilan yashaganman. Ya'ni 40 kun hech narsa yemasdan yashaganman. Bu bir kunda bir marta ovqat yeyishni hech qachon och qolib ketmayman. To'liqroq o'rganmoqchi bo'lsangiz, aksiya qilyapman, marafonga qo'shiling. 125 ming so'mga 1,5 oy deyarli o'rgatiladi. Hamma savolingizga o'sha yerda javob olasiz. Keto dieta bo'yicha ham, ochlik bo'yicha ham. Ya'ni o'sha marafonning ichida kimdir 3 kun, kimdir 7 kun ochlik qiladi. Bemalol hamma narsani o'rganishga ham, boshqaga ham vaqtimiz yetadi. Hozir bitta efirda uncha narsani o'rgatib bo'lmaydi. Misol uchun ozishdan tashqari 10 kilo, 15 kilo ozishdan tashqari qizlar misol uchun sisit yoki bo'lmasam qanaqadir migren, boshqa shamollashlar juda ham ko'p jenskiy kasalliklar tuzalishi mumkin. Erkaklarda prostata bezi shamollashi yoki boshqa pochka shamollash, allergiya, astma yoki artrit, oyoq og'riq, har xil kasalliklarga ochlikdan davo topishadi. Lechilmi galadaniyaning juda ham ko'p foydasi bor. Qisqasi o'sha efir anaqada marafonda qilamiz, o'rganamiz. Har kunlik ovqatlaringni boshqasini nazorat qilib boramiz. O'shaning uchun 125 ming nima bitta obed qilganda ham hozir 125 ming ketib qolyapti. Bemalol bir umrga yetadigan bilim olasizlar. Aksiya vaqti qo'shilib qolish kerak. Hozir o'zi qabul tugab qoldi. Yana 3 kun 4 kun qabul bo'ladi. Shoshilinglar. Telegramdan 99 486 0580 yoki chet elliklarga +998 99 486 0580 ga yozasizlar yoki mana shu profilimni tagiga qarasanglar suvda ochlik silkasi ham turibdi. O'sha gruppaga kirib karta tashlaylar desanglar, boshqa desanglar o'zim karta tashlab beraman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, qo'shilinglar. O'zi qabul tugab qolyapti. O'sha odamlar ham to'liq bo'ldi pashti. Bemalol o'rgataman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.